Toza havoda sayr qilish inson organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va barvaqt o'lim xavfini ancha kamaytirar ekan. Sharqiy Angliya universiteti olimlari shunday xulosaga kelishdi. Ilmiy guruh 290 milliondan ko'proq odam ishtirok etgan 20 ta davlatdan 140 dan ko'proq tadqiqot ma'lumotlarini tahlil qilishdi. Universitet olimlari yashil hududlarda cheksiz bo'lish imkoniga ega bo'lgan va toza havoda kam vaqt o'tkazuvchi mijozlarning ko'rsatkichlarini solishtirishgan. Yashil daraxtlar orasida bo'lish sog'liq uchun turfa va katta ustunliklarga egaligi aniqlangan. Bu ikkinchi turdagi qand kasalligi, yurak-qon tomir kasalliklari, barvaqt o'lim va barvaqt tug'ish xavfini kamaytiradi. Uyqu davomiyligini uzaytiradi deb aytilgan tadqiqotda. Bundan tashqari ochiq havoda sayr qilish stress darajasi, qon bosimi, yurak ritmi va sog'liqning umumiy ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir qilar ekan. Mutaxassisimiz bilan ham suhbatlashish istagidamiz. Shifokorimiz Yulduz Masharipova bugun mana shu davrada ekanlar. Aynan ularning mana shu yoshlar bilan birgalikda jismoniy faollikda bo'layotgani bizni hayratlantirdi, to'g'risi. Ya'ni o'zlarining yosh farzandlari bor, lekin shunda ham ulgurarkanlar mana shunday jismoniy faollikka. Xo'sh, bugun sizga nimalar berayapti bu jismoniy faollik? Bu jismoniy faollik bilasiz, hozir butun dunyo bo'yicha muammo hisoblanadi. Mana o'zingiz aytganingizdek, kichkina bolalarimiz bilan birgalikda hozirdan yosh paytidan boshlasak, mana shu oddiy holatga keltirib, o'zi mustaqil ravishda bajarishni boshlashadi. Mana talabalarimiz bilan birgalikda bu mashg'ulotlarni aktiv holatda olib boryapmiz, chunki bu mashqlarimiz har xil jismoniy rivojlanishda, miya aqliy faoliyatini yaxshilashda, nafas, yurak-qon tomir va hazm a'zolarini sistemasini yaxshilashda juda yaxshi foyda beradi. Qizimiz ham aytdilar, organizmni juda yaxshi ishga solib beradi va miya faoliyatini ham ochilishiga, diqqat e'tiborni ham jamlashga yordam berar ekan. Ha, albatta bu gapingiz to'g'ri. Chunki mana talabalarimiz hammasi tibbiyot mutaxassisligi bo'yicha o'qityapmiz. O'shaning uchun mana diqqat e'tibor, nutqni rivojlanishi yoki kislorod bilan boyitish. Avvalambor bilasiz, miyani kislorod bilan agar boyitsak, vaqtida kerakli miqdorda hamma a'zolar o'z ish faoliyatini yaxshi qilib beradi. Birinchi ko'z, nur ravshanligi o'tkirlashib, ko'rish nuri o'tkirligi yanada oshiradi. Ijodiy guruhimiz bilan ham shu maqsadda sayrga chiqdik, ya'ni fuqarolarimizning jismoniy faolligini ko'rish uchun. Bu jarayonni aynan qish faslida ham, havo sovuq paytlarida ham qilishga qanday tatbiq qilsa bo'ladi insonlarni? Oddiy shaxs yoki aholimiz noto'g'ri foydalanish natijasida har xil kasalliklar yoki asoratlarga olib kelishi mumkin. Fuqarolarimizni qanday jalb qilsa bo'ladi? Ya'ni havo harorati past bo'lsa ham. Havo harorati -3 gradusdan yuqori bo'lsa mumkin emas, chunki bilasiz, havo namligi yoki quruqligiga qarab yuqoridagi kasalliklarimiz qo'zishi mumkin. Misol uchun nafas yo'l kasalliklari, o'tkir yoki surunkali yoki avvalgi kasalliklari bo'lsa qo'zib ketish xususiyatiga egadir. Qish kunlari mana aytganimdek haroratiga qarab yopiq binolar ichida olib borishga harakat qilamiz. Mana jismoniy tarbiya bo'yicha zallarimiz bor yoki davolovchi jismoniy zallarda bemalol olib borishimiz mumkin. Jismoniy faollikka ega bo'lgan odam bilasiz, qad-qomati, yurish turishi, nafas yo'llari hammasi yengillashadi. Birinchidan mana tana vazni agar sal kamaytirilsa, nafas olishi, yurak-qon tomir xususiyatlarini o'z ravonligi bilan olib keladi. Agar semiz odam bilasiz, mana jismoniy mashqlarni bajarsa, hansirab qolishi, yurak xuruji tutishi yoki husdan kesishi, mana nafas qisishi yoki tez-tez nafas olishiga olib kelishi mumkin. Endi jismoniy faollikka jalb qilyapmiz, lekin aynan kimlarga mumkin emas degan savol tug'iladi. Ya'ni hammaga ham jismoniy faollik bilan shug'ullanish mumkin emas, menimcha. To'g'ri, bu savolingiz, chunki mana yosh kattalarimiz bor, o'rta yosh qariyalarimiz va kasalliklar bor bilasiz. Har kimda mana mavsumiy kasalliklar bor yoki har doim bezovta qiladigan kasalliklarimiz bor. O'shani inobatga olgan holatda shifokor nazorati ostida, mana agar statsionar holatda yoki ambulator holatda bo'lsalar, birinchi martada ko'rsatib, tushuntirib berishimiz kerak. Agar qon bosimi 140 dan past bo'lsa, bo'ligi mumkin. Agar yurak xuruji, infarkt miokardi o'tkazgan bo'lsa, bu ham shifokor nazorati ostida ma'lum bir 3 oydan keyin yoki 6 oydan keyin mumkin. Ya'ni EKG nazorati asosida, dinamikasi deb aytamiz. Nafas kasalliklari bo'lganda bilasiz, mana bronxial astma kasalliklarimiz bor, o'tkir respirator kasalliklarimiz bor. Xuruj davrida yoki qo'zish davrida umuman mumkin emas. Bilasiz, bular nafas qisish yoki asfiksik holatlarga olib kelishi mumkin. Biz sizga xalaqit bermaymiz. Unda
jismoniy tarbiya mashqlarini, badan tarbiya mashqlarini davom ettirishingiz mumkin va bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizni ham ana shunday davralarga taklif qilib qolgan bo'lardik. Albatta, tomoshabinlarni va sizlarni ham, chunki bilasiz, har bir badan tarbiya o'z xususiyatiga ega bo'lganligi sababli butun tarbiya qilishimiz kerak badanni. O'shandan keyin ish faoliyatingiz, kuningiz xayrli va aktiv o'tadi. Bo'lmasa men ham sizga qo'shilaman. Va bel mashqidan davom qilamiz. Ketdik. Yashil hududlar yaqinida yashovchi odamlar jismoniy faollik va muloqot uchun ko'proq imkoniyatga ega bo'lsalar kerak. Shu bilan birga tabiiy hududlarda mavjud turli bakteriyalar immun tizimga ijobiy ta'sir qilishi va yallig'lanishlar rivojlanishini kamaytiradi deya ta'kidlashmoqda olimlar.